Marvel rasmiy ravishda Qasosxo'rlar 5 filmida ishtirok etadigan qahramonlarni e'lon qildi. Va bu videoda tushunganingizdek aynan shu tizerni tahlil qilaman. Keling, eng zerikarli narsalardan boshlaymiz va ularni darhol chiqarib tashlaymiz. Fantastik to'rtlik filmi shu yozda chiqadi va uning to'liq tarkibi Qasosxo'rlar 5 filmida paydo bo'ladi. Letitia Wright Qora Pantera roliga qaytadi, Tenoch Huerta esa Namor roliga qaytadi. Bu aslida hayronli emas, chunki Qora Pantera va Namor maxfiy urushlar komiksda asosiy roldan birini o'ynagan. Ilgari biz Qasosxo'rlar 5 konsept artlarini ko'rgan edik. Rejissyor Russo aka-ukalar bu konsept artlar fake ekanligini aytishdi. Lekin men ularga ishonmas edim. Shuning uchun Churidan tashqari yana bir Qora Pantera paydo bo'lishi mumkin. Anthony Mackie Kapitan Amerika roliga qaytadi va Anthony Ramirez esa yana Lochin bo'ladi. Kapitan Amerika 4 filmdan keyingi sahnaga e'tibor bersak, Sam Wilson 616-olamdan yangi qasosxo'rlar jamoasini yig'ishi mumkin. Yangi qasosxo'rlarga ehtimol Qora Pantera, Namor va Shang-Chi kiradi. Shang-Chining qaytishini aynan shu teaser tasdiqlab berdi. Nihoyat Simu Liu o'zining Yakkaxon filmi chiqqandan 5 yil o'tib katta ekranlarga qaytyapti. Chris Hemsworth ham filmga qatnashadi va bu sizni hayron qoldirmasa kerak. Va ehtimol u yangi qasosxo'rlar tarkibiga ham qo'shiladi. Paul Rudd, ya'ni chumoli odam ham qaytadi. Yaqinda bergan intervyusida u Marvel hali unga qo'ng'iroq qilmaganini va Qasosxo'rlar 5 da ishtirok etishni bilmasligini aytgan edi. Yana bir bor tasdiqlandi. Marvel aktyorlariga hech qanday ishonch yo'q. Yovuz qasosxo'rlar jamoasi ham yangi qasosxo'rlar tarkibiga kirishi mumkin. Ularning butun aktyorlik tarkibi Qasosxo'rlar 5 ga qaytishi tasdiqlandi. Qizil qo'riqchi, Florence Pugh o'ynagan Qora beva, Sharpa, ruscha aytsa Prizrak, AQSh agent rolidagi White Russell va hatto Lucy Pullman Chisavoy rolida bo'lar ekan. Aslida yovuz qasosxo'rlar Chisavoyga qarshi turish kerak edi. Lekin film hali chiqmagan holida uning paydo bo'lishi tasdiqlandi va u ehtimol yaxshilar tomoniga o'tishi ham mumkin. Qiziq joyi shundaki, Olga Kurilenko o'ynagan Taskmaster personaji haqida hech qanday e'lon berilmadi. Qiziq, bu film voqealardan omon chiqmasligiga ishora qiladigan spoiler emasmi? Lekin bu yerda Marvel bizni aldashi ham mumkin. Ba'zi aktyorlarning yovuz qasosxo'rlar sifatida qaytishi fake bo'lishi mumkin. Xuddi Michael Rooker cheksizlik urushi syomkalarida paydo bo'lgan, lekin aslida Galaktik qo'riqchilar 2 da vafot etgan va Qasosxo'rlar 3 da paydo bo'lmagan. Oldindan o'tib chiqaman. Marvel tasdiqladi, ko'plab eski X odamlar qahramonlari filmda paydo bo'ladi. Bu esa ITV da barcha X odamlar filmlarini qayta tomosha qilish uchun ajoyib bahona. Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITV da xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Eng asosiysi, ITV da ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. Bizga rasmiy ravishda tasdiqlandi, Tom Hiddleston Loki roliga qaytadi. Bu eng quvonchli yangiliklardan biri. Ehtimol biz Thor va Lokining uchrashuvini ko'ramiz. O'zgarib ketgan Loki akasi bilan ko'rishsa, bu juda ham ajoyib scena bo'ladi. Rostini aytsam, men allaqachon Tom Hiddleston Qasosxo'rlar 5 da Loki roliga qaytishini bilardim. Chunki men Toshkentdagi Comic-Conga bosh mehmonni qidirayotgandim va uning agenti bilan bog'landim. Boshidan bilardim, byudjetimiz unga yetmaydi, lekin Loki men uchun Marveldagi eng sevimli qahramonlardan biri edi va urinib ko'rishga harakat qildim. Balki Tom Hiddleston o'zi shunchalik qimmat turmas. Lekin uni agenti menga 2025-yilda Tom hech qanday tadbirlarga qatnashmasligini aytdi. Va shundan keyin men tushundim, Tom Hiddleston aniq Qasosxo'rlar 5 da qaytadi. Chunki Tom Hiddleston Comic-Con kabi tadbirlarga borishni juda yaxshi ko'radi. Eng qiziq joyiga o'tamiz.
Rasmiy ravishda tasdiqlandi, Patrick Stewart yana Professor X rolini ijro etadi, Ian McKellen esa Magneto sifatida qaytadi. Alan Cumming tungi yirtqich roliga qaytadi, Rebecca Romijn esa Mystic bo'lib qaytadi. James Marsden Cyclop roliga qaytadi, Kelsey Grammer esa Maxluq yoki ruscha gapirsa Zver roliga qaytadi. Channing Tatum ham qaytadi va u Gambitni o'ynaydi. Birinchidan, bu Marvel filmining titrdan keyingi sahnasida bizga Fox studiyasining X odamlar olamini ko'rsatganini anglatadi. Ikkinchidan, endi aniq ayta olamizki, bu tizerda bizga butun aktyorlar tarkibini ko'rsatishmadi. O'sha titrdan keyingi sahnada Monika va Maria Rambo ham bor edi, lekin ular aktyorlar tarkibida umuman tilga olinmadi. Tom Holland ham tilga olinmadi, lekin u filmda bo'lishi shart deb o'ylayman. Agar bo'lmasa, bunga O'rgimchak odam to'rda tushuntirish berishadi balkim. Lekin Marvel o'zining eng mashhur qahramonlardan birini qo'shmasligi mantiqsiz. Va bu yerda Deadpool ham yo'q. Va Hugh Jackmanning Logani ham yo'q. Chris Prattning Star-Lord ham yo'q. Konsept artlarga e'tibor bersak, u filmda bo'lish kerak. Mark Ruffalo va boshqa Marvel aktyorlari yo'q. Lekin ularning ko'pchiligi filmida bo'lishi aniq. Bizga Kapitan Marvel va Wong haqida hech narsa aytishmadi. Doctor Strange'ni tilga olinmaganini qandaydir tushunsa bo'ladi, balki u filmda umuman paydo bo'lmaydi. Lekin yanada konsept artlarga e'tibor bersak, u filmda paydo bo'lishi kerak. Komikslarda ham Doctor Strange maxfiy urushlarning eng asosiy qahramonlaridan biri bo'lgan. Men fikrim bo'yicha bu faqat Qasosqorlar 5 ning aktyorlar tarkibining kichik bir qismi va biz to'liq tarkibni faqat film chiqqandan keyin bilib olamiz. Agar sizning o'rningizda bo'lganimda, Tobey Maguire va Andrew Garfieldning O'rgimchak odamlari filmda paydo bo'lishiga umid bog'lamasdim. Lekin bu ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Menimcha bunday darajadagi qahramonlar nafaqat Qasosqorlar 6 da paydo bo'ladi. Men fikrim bo'yicha bu film qahramonlarining to'liq ro'yxati emas. Bizni hali ko'plab surprizlar kutmoqda. Eslab olsizmi? Men sizlarga bizning komiks nashriyoti Origin Comics haqida gapirib bergandim. Sarob nomli birinchi komiks allaqachon chiqdi va komika.tickets.uz saytida mavjud. Shu saytga havola orqali o'tishingiz mumkin. Har bir xarid O'zbekistonning komiks industriyasini qo'llab-quvvatlaydi. Aslida bu tizerda bizga 3 ta parallel olamdagi qahramonlarning aktyorlarini e'lon qilishdi. Asosiy 616-olamni qahramonlari, Fantastik to'rtlik olami, Foxning X odamlar olami. Menimcha Dr. Doom aynan Fantastik to'rtlik olamiga tegishli. Shuning uchun ham Robert Downey Jr. ning stuli Pedro Pascalning stulini yonida. Biz bilamizki, Qasosqorlar 5 da olamlar bir-bir bilan to'qnash keladi. Qasosqorlar va X odamlar olamlari to'qnashadi. Nimaga ishora qilayotganimni tushunyapsizmi? Insiderlar allaqachon aytgan edi. Foxning X odamlar Marvelning Qasosqorlari bilan urushib ketadi. Bu film atrofida ulkan hype yaratish va uni reklama qilish uchun mukammal imkoniyat bo'ladi. Tasavvur qiling, Thor Magneto bilan jang qilsa, bu qanchalik epik bo'ladi. Shaxsan men muxlis sifatida bundan aqldan ozish darajasida xursandman. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, bu asosiy syujet emas. Oldin aytganimdek, bu hali to'liq aktyorlar tarkibi emas. Demak, bizni bundan ham yirik narsalar kutyapti. Obro'li insider Alex Perez aytishicha, aslida film ancha kattaroq bo'ladi va hozir bizga e'lon qilingan aktyorlar faqat bitta hikoyaning asosiy qahramonlari. Menimcha, bu hikoya Qasosqorlar va X odamlar to'qnashuvi atrofida bo'ladi. Shuning uchun men Foxning Famke Janssen, Halle Berry va boshqa X odamlar aktyorlarini ham ko'rish ehtimoli bor deb o'ylayman. Boshqa manba The Hollywood Reporter xabar berishicha, Marvel keyinchalik filmning boshqa ishtirokchilarini ham e'lon qiladi. Agar The Hollywood Reporter buni aytgan bo'lsa, demak shunday bo'ladi. Men ushbu videoni montaj qilayotgan paytimda Marvel va Robert Downey Jr. o'zlari ham bu aktyorlar ro'yxati to'liq emasligini tushuntirib o'tishdi. Marvel shu uslubida butun yil davomida boshqa aktyorlarni ham e'lon qilib borishsa, qiziq
bo'lardi. Men Marvel marketing jamoasiga qoyil qolaman, chunki bu haqiqatdan ham juda yaxshi e'lon bo'ldi. Agar ular bizga oddiygina tayyor ro'yxatni tashab qo'yishganida, biz bunga atigi 1 yoki 2 soat qiziqib, keyin unutib yuborgan bo'lardik. Marvel 6 soat davomida butun fanatlar dunyosini hayajonda ushlab turdi va film atrofida ulkan informatsion portlash yaratdi. Shaxsan menga bu usul juda yoqdi va umid qilamanki, Marvel kelajakda ham shu tarzda boshqa aktyorlarni ochiqlashda davom etadi. Ushbu teaser bilan Marvel rasmiy ravishda Qasosqo'rlar 5 suratga olish jarayoni boshlanganini tasdiqladi va filmning yangi logotipini ham ko'rsatishdi. Endi bizga faqat suratga olish maydonidan keladigan suratlar va yangi tafsilotlarni kutish qoldi. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Siz bilan har doimgidek Tony Karkada. Ko'rishguncha. My flesh, your mind, my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflected